Bugün seni uzatamiz, uzatamiz. Yig'lama qiz, yig'lama qiz. O'zga uyga kuzatamiz, kuzatamiz. Yig'lama qiz, yig'lama qiz, yig'lama qiz, yig'lama qiz. Chimildibda moralama, irim bo'lar yorga. Kelinligi shuning bilan shirin bo'lar yorga. Bugün seni uzatamiz, uzatamiz. Yig'lama qiz, yig'lama qiz. Кофе Мухриддин Халиков. Yig'lama qiz. Boshlaylar. Menga emas. Bugün seni Gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Rahmat. Ismingiz nima? Oybek Sultonov. Oybek Sultonov. Oybeklarning beki Sultonov. Yozib oldingizmi? Yozib oldim. Yozib oling. Zo'r ekan. Ijro zo'r, vokal zo'r ishlasa bo'ladi. Xafa bo'ldingiz faqat men jamoamga tushganingizga, boshqa hech kim bosmaganiga. Yo'q, nimaga? Xafa bo'lib turibsizda, как будто hech kim bosmagandek bo'ldi. Yo'q, endi ustozlar savol bersa, javob beraman deb turibman. Bo'ldi. Savol berar ekansiz. Bu qo'shiqni aytish tanlaganingiz, endi bilaman, bu juda ham mashhur qo'shiq. Rahmatli Muhriddin Xoliqov. Muhriddin juda ham ajoyib ijro etardi. Siz nima maqsadda bu qo'shiqni tanladingiz? Men o'zi Sher akamiz qo'shig'ini tanlamoqchi edim. Keyingi etapda Sher akanikini aytamiz. Muhir akamnikini nimasida juda ham yaqin ovozinglar deb menga shu Muhir akamni ashularidan tavsiya qilishdi-da. Sher akanikidan ozgina bo'lsa. Muhir akam menga muxlis bo'lgan lekin. Wow! Mana shu meni jamoamga mutaxassis kelibdi. Sher akanikidan ozgina bo'lsin. Ozgina zayavka qilaylik keyingi etapga. har yomonu yaxshi kunda barcha imkonimda tur, o'ngda tur yo so'lda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur, do'st bo'lsang yonimda tur. Rahmat. Do'st bo'lsang yonimda tur. Bo'ldi. Mamnun bo'ldingiz, juda. Tabriklayman. Tabriklayman. Rahmat, omonat. Ilhom aka, do'st bo'lsangiz yonlarida turing bo'lmasam,